May oyida tug'ilgan insonlar bormi? Bu videomiz aynan siz uchun ataladi. May oyida tug'ilgan insonlar tabiatan bahorning so'nggi, eng go'zal pallasi kabi sermazmun va jozibador bo'lishadi. May oyi vakillarining o'ziga xos xususiyatlari haqida qiziqarli ma'lumotlar bor, ularni hozir aytaman. To'g'ri bo'lsa, like bosib qo'yasiz. Ular o'z oldilariga qo'ygan maqsadlariga erishmaguncha to'xtashmaydi. Juda mehnatkash va tartibni sevuvchi bo'lishadi. Garchi tashqi tomondan vazmin ko'rinsalarda, ichki dunyosi juda boy va hissiyotga to'la. Yaqinlariga bo'lgan sadoqati va mehribonligi bilan ajralib turishadi. Ular go'zallikni, san'atni va shinamlikni qadrlashadi. Ko'pincha ularning didi yuqori bo'lib, kiyinishda ham, uy jihozlashda ham o'ziga xoslikka intilishadi. Ular bir joyda o'tirishni yoqtirmaydilar. Yangi joylarni ko'rish, sayohat qilish va hayotdan zavqlanish ular uchun muhim. Doim harakatda bo'lish ularga energiya beradi. Ular pulni qanday topishni va qanday sarflashni yaxshi bilishadi. O'rinsiz xarajatlardan qochishadi, lekin sifatli va qimmat narsalar uchun pul ayamaydilar. Qisqacha xulosa, may oyida tug'ilganlar aqlli, irodali va hayotni chin dildan sevuvchi insonlardir. Ular bilan hayot yanada go'zallashadi. Gaplarim to'g'ri bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lsangiz, xursand bo'lamiz. May oyida tug'ilgan insonlar bormi? Bu videomiz aynan siz uchun ataladi. May oyida tug'ilgan insonlar tabiatan bahorning so'nggi, eng go'zal pallasi kabi sermazmun va jozibador bo'lishadi. May oyi vakillarining o'ziga xos xususiyatlari haqida qiziqarli ma'lumotlar bor, ularni hozir aytaman. To'g'ri bo'lsa, like bosib qo'yasiz. Ular o'z oldilariga qo'ygan maqsadlariga erishmaguncha to'xtashmaydi. Juda mehnatkash va tartibni sevuvchi bo'lishadi. Garchi tashqi tomondan vazmin ko'rinsalarda, ichki dunyosi juda boy va hissiyotga to'la. Yaqinlariga bo'lgan sadoqati va mehribonligi bilan ajralib turishadi. Ular go'zallikni, san'atni va shinamlikni qadrlashadi. Ko'pincha ularning didi yuqori bo'lib, kiyinishda ham, uy jihozlashda ham o'ziga xoslikka intilishadi. Ular bir joyda o'tirishni yoqtirmaydilar. Yangi joylarni ko'rish, sayohat qilish va hayotdan zavqlanish ular uchun muhim. Doim harakatda bo'lish ularga energiya beradi. Ular pulni qanday topishni va qanday sarflashni yaxshi bilishadi. O'rinsiz xarajatlardan qochishadi, lekin sifatli va qimmat narsalar uchun pul ayamaydilar. Qisqacha xulosa, may oyida tug'ilganlar aqlli, irodali va hayotni chin dildan sevuvchi insonlardir. Ular bilan hayot yanada go'zallashadi. Gaplarim to'g'ri bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lsangiz, xursand bo'lamiz.